Endi bizningki İstanbuldagi Uyg'urlar ichida shu 1-2 yilning yoqi mashina savdosi bakroq ko'paydi bu ishlar bilan aloqa. Masalan, tijorat olib sotadigan yoki o'nshab sotadigan yo ijaraga beradigan masalalar bak avj olmoqda. Buningga ergashib, shu mashina savdosiga aloqador bir qancha masalalar yoki jidallarmi bizningki Sharq Turkiston ulamolar birligida ayrıldı. Bu yerda qistirib o'tishga to'g'ri kelsa, Sharq Turkiston ulamolar birligida har hafta chorshanba kunlikda shu xalqimizning ichida bo'layotgan oila masalalari bo'lsin, iqtisodiy masalalar bo'lsin, ya boshqa ilm satimga aloqador masalan ba'zi kelishilmagan ahvollar bo'lsin. Buni Turkiya mahkamalari yoki soqchi orqali hal qilishni xohlamay, ya'ni bu islomning hukmi bo'yicha shariat bo'yicha hal qilaylik degan qarindoshlarimiz kelib masalalarini bizning ulamolar birligida hal qilib qo'yishni so'raydi. Bunga qara bizning ulamolar Salama shuning ichidagi ustozlarning biri hal qilib kelyapti. Shu chorshanba kunlikdagi masalalarning ichida hamda shu mashina savdosiga aloqador jiq ahvollar yuz berdi. Buning ichidan masalan bir adam masalan mashinani qarshi tarafga men kepil deb sotibdi. Ama kepil degan bilan mashinaning motorining chatoqchisi men kepil yoki boshqa undan chatoqchisi men kepil demen kepillam deb shunday debdi binosim yezishmabdi. Savdo bo'libdi, ammo keyin bu ahvoldan masalan bu tijoratdan keyin masala chiqarilgandi. Bu shunday ahvolda qanday qilish kerak hamda. Buni masalan yozma shaklda yozilgan binosi bo'lsa, uningki masalasi hal bo'ldi, ammo unda bo'lmaganligidan bu shu savollar bizga keldi. Buni sotgan odam qanchalik masalani ustiga ola oladi? Bu haqda qisqacha tushunib o'tasizlar. Bu masalada hamda tabiiy holda bu yaqinqi mezgilda bizning Uyg'urlar eng yaxshi paydo olgan, biroz bir iqtisod qozongan ish mashina tijorati bo'ldi. Ya'ni bir ish kuchli yoqi. Mayli setish orqali, mayli ijara berish orqali. Ya'ni bu buningda kirmagan odam azamdi bu sohaga. Buningda eng birinchi diqqat qilishga tegishli masala nima desa, mashinani ko'pincha holatda so'qalgan mashinani elib sotadigan ish bor. So'qalgan mashinani to'rda ko'rib, shirkatlar buni zakalat berib qo'ydi masalan. Ya 10 mingni, 20 mingni ya 30 mingni berdi. Onundan keyin boshqa odamlarga berdi. Oxirisida bizga chiqdi ekan endi bu mashina. Palani mashinani sana chiqdi, san asang bo'ladi deb ushur kelgandan keyin ham rasmga qarab mashinaning o'zini ko'rmay turib avval pul to'lashtirmish rasmga qarab to'laydi. Rasm qarab to'laydi. Og'ichimi va setib og'ichimi mashinani ko'rmay turiblar. Masalan, men mashinani olaman deb pul yurib zakalat berib qo'ydim. Keyin mening ismim chiqdi. Shuning men o mashinaning amaliy ahvolini ko'rmadim. Ko'rmaylam. Shuning bilan men mashinani oldim deb sizga ko'rsatdim-da. Sizga ko'rsatgandan keyin siz mashinani ko'riblar, men mashinaga 20 ming lira berib yo 50 ming lira berib men alay deb aldığı iş var. İşkiliğimiz maşinini koymadık. Andın o maşinini elip kelgenden keyin men süpetligen ya ki varak yazılgan zahmilengenden cık zahmilengen yer çıkıp kaldıgan. Men mesela bu maşina 100 ming 10 yıl mümkün deb tahmin qilgan bo'lsam, keyin kelgandan keyin 150 mingga chiqib qoldigan. Mushundaq vaziyatlar kelib chiqib, bu ikkimiz o'tirishcho ziddiyat yuz berdi. Bu mashina appaga uchilan og'ichini o'tirishlik masala. Bu odamda bu tuzishlik tegishlik bir masalamda. Ya'ni cho'qim men qanday qilishim kerak? Mashinani aşağıdan elib, ekilib, o'zim ko'rib ve satqıçığım köstüp setiş mening mas'uliyatim. Haliqi o'zimiz bo'lapmi? Masalan, bugungi kunda yangi bir mashina olsa, tamam, palani markalik mashina dedik.
Yeni maşina. O yeni maşinini ben aldım. Asası 95%. Yeni maşina okşaş keldim de. Bu yerdeki mesele bir mesele de öttü o mesela. Malın eybi meselesi. He. Hem de bunu Əppəgirçi boğan adamma inek bilmeydi. O mu bilmeydi o? Ama pulunu verip bana əppirin dige adamı bilmeydi. O mu bilmeydi? İşkilisi bilmeydi. İşkilisi bilmegen halatta bolsa bunu şu baştadan inek yazışıp diş veriş gerek hem de. Mesela ben seligi maşinini əppəsli desem, emisi maşinini 100 bin əppirime ama neç pulga 10 şaşını, 10 şaşını ben okumayım, şununla tevekkül alamla dese tamam dese. Asa ama onda olmay, onu bilmey turib tahmini şekilde bu diye 100 bin güptüdü, 15 günden 10 şaşırma, depkası şu çatak şöyle çıkıdı hem de. Aşağıdan çatak çıkır şu. Emniyette nurgun meselelerinde çatak çıkıp oldu. Yani ticaretçiler işine. Nurgun meselelerde bu çatak çıkıp oldu. Şunun için bu işini sağlam kılış için hem şeriatta umumi özünün kuldu bulmagan nesini seti şeklengen andın igi olmagan nesini tamam özü o setvası tordan setvası mı igi olan buludu. Lekin teki özünün görmegen nesi, kolu gelmegen nesi. Bu çeklengen boğandın keyin bunu eğer bek aşında ekiliş çıkım kiti de o mesela. Bir munca avarcılık, biz bijade onşas, yani biz bijade onştur, ayında egzipatçılık var. Bek satkısı kep kesse, işkilis çıkıp aşağıya. Mesela ben aldım. Ben siligi sattım. 20 bin lira ya 30 bin lira paydasına. Ayında o şu dese, işkillerimiz çıkıp, maşinini amire çıkıp aldığın yapamaz mı o? Bir körü bitip, onun için işinin sağlam buluşu. Kelgüsüde keyin ikimiz arasında talaş tartışmanın bulmaslığı, ziddiyetinin bulmaslığı üçüncü o deyse, işkiliyelimiz körep maşininin umumi bir ehvalini. Onun keyin soğudunu putkizsek, bu kelgüsüdeki keyinki talaş tartışını kesip taşlaydıgan, talaş tartışının kilip çıkışının aldığını aldığan iş şumuş. Buna dikkat kılış lazım ticaretçilerimiz. Birinci olan. Maşinini körep, onun keyin setiş. Talaş tartış çıkmadı. Bunun alakalı halal haramlık o ayrı mesele. Lekin talaş tartışının aldığını alış umumi İslam'da buyurulgan bir iş. Nurgun garar deydi. Nahanda birisi an bey'il garar deydi. Garar degen nimo deyse ukulmaslık, enik bulmaslık. Mevhum nesile. Mevhum. Yani ya maldı mevhumluk var, eniklik yok. Ya ki puldu mevhumluk var. Ya vakitta muş kanda nesini ukulmaslık oldu iken, enik olmaydı iken bunda soğudurunca Peygamberimiz toskanamdı. Bunda boğandın keyin malının kanda amal ekenligini okumay turup setiş meselesi bu çoğu deyse şeklengen bir iş. Talaş tartışının aldığını alış için malını körep onu deyken setiş lazım. Bu birinci nokta maşini meselesi de. İkinci nokta maşinini mesela ben ekeldim. 10 şeydaga yağ koyduk. 10 şeydaga yağ koygandan keyin maşini mesela kayından su kalgan ya aldığın su kalgan, kayandan su kalgan bolsa bir su kalgan yeri var. Andın men mesela satkıcı bunu süptüm bilen ya ki ticaretçi değil hem de. Maşinin satırgan adam bu maşina 100 bin lira bilen putudu. Bunun kat'i cık pul ketmeydi. Dep manda kısıktırıp koyduğun iş var. Buna dikkat kılış lazım. Yani karşı bir taraf almakçı maşinini. Çuğandın keyin o maşinini hemmeden bir oldu remontçine. Nurgun alaka insan oylap bakmagan, ya ki satkıcı oylap bakmagan geldim meselesi çıkırken bu sokalgan maşinini. Onda oğandın keyin 100 bin lira ile 10 kitir bu maşina, onun cık pul ketmeydi cima degenden keyin ağıççı o dese 100 bin lira ile 10 şassam bana az degende 100 bin lira payda kıldıken bu maşinada dep köp aldığan iş varken. Elep onun keyin qarsa andın o alaka 100 bin lira, 150 bin lira kitip belki 200 bin lira berip qalğın turup bunu odum ço dese mançilak pul bilen 10 şalı degen maşinne. O pul bilen 10 şal de degen ziddiyet kirip çıkıdan gep. Ağaçına satkıcı oturursa mı da mesele çıkıdı. He, ağaçı bilen satkıcı oturursa mı da mesele çıkıdı. Şunun için bunu mu ço dese satkıcı maşinninki turkumuşu dep setiş lazım. Bu su kalgan maşini oğan diken. Turkumuşu. Kanç pul kitip oңşılışını ben bilmeymen. Özünüz küren. Özünüz kören.
Maşina manç pul. Qanchalik pul ketdi bunun 100 ming ketamdi, 50 ming ketamdi ya 200 ming ketamdi. Men bunu bilmayman hozir. Mashinaning matruqida. Shuning uchun o'zingiz bilib eling deb setish lozim. Böyle karşı tarafını qiziqtirib, bu mashina degan suqalgan yeri mana kichikinam. Bunu 100 ming lira pul ketmay ya 50 ming lira pul ketmay mashina o'ngshirdi deb qiziqtirib satgan vaqtda keyin ondan shu pulga o'ngshalmay qolsa, o chaqir shu desa, og'uchi ondan siz manda degan to'ng'izg'o degan masala kelib chiqdi. Bu ikkinchi nuqta. Uchinchi nuqta, masalan, mashinadan birini olgan odam ya remontchi deylik, kim bo'lsa o'ngshidi. O'ngshigandan keyin mashinani o'ngshal demdi. Bu adam mashinani satmoqchi. Sattirgan vaqtda mashina %100 o'ngshaldi jima. Men kepilma mashinaga. Qanday masalasi chiqib qolsa men kepil. Hech qanday masalasi chiqmaydi. Deb setish masalasi. Bunda setish masalasida tamam mashinamda qarashqa o'ngshal de. Lekin bu so'qalgan mashina o'g'achqa. Asli zavoddan chiqqan peti yangi bo'lmagan bo'g'ashqa o'ngshalgan mashinaning cho desa ehtimollik buning bir yan chataq bir yerdan chataq chiqish ehtimolligi yuqori bo'ldi ekan. Shuning uchun ondan keyin cho bir yer buzuq chiqdi ekan buning. Ya 2 kun ya 3 kun haydagandan keyin ya qizib ketar ekan, ya motorning yig'i eqib ketar ekan, bir ish bo'ldi ekan. O'chaqib shu yan chataq chiqdi ekan. Hatta shuni bilan bizning Uyg'urlar ichida mashinadan hech qanday masala chiqmaydi desa, ondan tekshirtmaylam oldiga ish vardı. Qarshi taraf og'uchimi. Bu chaqda keyincho yana ziddiyat, yana xapliq. Shuning uchun bu ishni sog'lom qilishning yo'li satquchi cho'qib xususan suqalgan mashinani o'ngshigandan keyin satquchi odam men kepil demaslik kerak. Mashinaning turqumi shu. Mushundaroq o'ngshaldi. Buningdan keyin agar o'z aybini bilsa, yuqorida degandek aybini deyish lozim. Aybini bilmasa, buningdan keyin chataq chiqib qolsa, men egamas. Ma mashinani siz obdan tekshirtib eling deyish lozim. Tekshirtib elingni demasa, og'uchi men sening gapingga ishonib olgandim. Ishonib olsam, bunda chataq chiqdi desa, yolg'onchi ekansan. Deb bunda chataq chiqdi demdi. Shuning uchun mushada hamma odam odatda mashina olsa, xususan ko'ni mashinani bunun motorlarini tekshirtib, ham yerini tekshirtib olgandan keyin og'uchimi cho desa, cho'qim 1 ming lira pul ketsimi, 400 ming liralik ish bo'lgandan keyin tekshirtib o'zi ko'ngli xotirjam bo'lgan vaqtda ondan elish lozim endi. Shuning uchun mush yuqorida deyilgan 3 turlik yoki 4 turlik masalalarning hammasi ko'pincha holatda nima ishdan kelib chiqdi, nima sababdan kelib chiqdi desa, savdo sotib qilgan vaqtda biz bu ishning oqibati nim bo'la yoki manda deyishgandek chiqmay qolsa nim bo'la deb buning hisoblashmay, faqat ishning yaxshi tarafini o'ylab, buningdan chataq chiqmaydi-ku deb o'ylablam nurg'un shariatda belgilagan xususan bunda savdo qilgan vaqtda yezishish, ya'ni kelishim tuzish masalasini joyida qilmay, eg'izda gap bilan qilib, ondan keyin cho desa, o gapga egog'ini unumay yoki unutib qilib yoki tenivelib degandek mushunda sabablardan va nurg'un xafalıqlar bu sabablardan kelib chiqyapti. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh deb mush Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat ham bu shu. Bir sabbi keldi 15 qur. Mush uzun oyat cho desa Alloh subhanahu va taolo mushunda qarz munosabati o'zaro bergan olgan vaqt shu buni yozib qo'yarlar. O'zingni yozamsanlar boshqalar yozib bersin. Hatta buni guvochi qo'yib qo'yanglar. Guvochi bo'lsin mush qarz masalalarga deb hatta yana bir ya wala tasamu an taktubu saghiran aw kabiran. Siz cho'ng kichik deb mau bir kichik ish qilmawa bu azg'in pulning 10 ming liralik masalaga bu ya 1000 liralik masalaga deb buni kichik deb buni
yezip koyaştın zirikip kalmanlar, yezip koyaşını eğik görmenler. Çoğun olsun, küçük olsun ço, bunu yezanlar. Dep bu şundak buyuruşa, Müslümanlar işleri kiyin aşına talaş tartış kelip çıkmışsın. Cidel olmuşsun, hem adam enik bolsa işla. Maşini meselesinde bununki eyipleri enek, onşalgan bolsa oğlu enek, bunun çatak çıkıp kalsa, bunun mesuliyeti kimge olur hemmisini enik kıygan halette yazılsa, bununla kol koyalsa, bu çağıtçı dese, hiç kayısı taraf onun inkar kılanmaydı. O gepki tene olanmaydı. Men manda demigen ya anda kımmagan diyenmeydi. Kiyinki talaş tartışninki, kiyinki cidelninki aldın aldıgan. En muhim amil nimo dese, bu şunda kilişim, soğudu meseleleri çok dese bunu yazış. Yazış arkalık nurgun xapalıkninki, nurgun zidiyetninki aldın alemez, karındaşlığımız, dostluğumuz mu saklanıp kalıdı. Hem şeriatın hükmü bilen iş kıygan bulumuz.